Bir kuni to'ydan taxminan 1 oy o'tdi, ularnikiga bordim. Kelsam qaynonam уборка qilayotgan ekanlar. Aniqrog'i уже уборкani tugatib. Men endi hamma yaxshi kelinlarga o'xshab, "Oyjon, yordam berib yuboringmi?" dedim. "Yo'q, men уже tugatdim, kerak emas" dedilar. Bundoq qarasam, oynani o'ng tarafi yuvilgan, chap tarafi yuvilmagan. "Yo'q, mana bu tarafi qolibdi-ku, keling, men shuni yuvib qo'yaman" dedim. Menga bilasizlarmi nima dedilar? "Bugun уборкаga ajratilgan vaqtim tugadi. Yarim soat o'tdi, bu tarafini men ertaga yuvaman" dedilar. Men turibman, shokdaman. Men prosta uxlamasdim. Shu oynam meni yurmagan bo'lsa, конечно, men bu hammasini qaynonamga aytdim. Ularning javoblari meni juda ham qattiq o'ylantirib qo'ygan, lekin javoblarini mana oradan 5 yil o'tdi. 5 yil deganda tushundim. Уборкani ruxsori o'lguningcha qilishing kerak emas, ulgurguningcha qilishing kerak. Sani resursing o'zingda qolish kerak. Bor resursingni, kuchingni уборкаga ketkazib, ertasi kuni dabdaling chiqib yotishi bu noto'g'ri deganlar. Sen уборкangni tez tugatganing bilan senga hech kim rahmat etmaydi dedilar. Faqat seni sog'lig'ing ketadi, energiyang ketadi. Shunga уборкаga har doim yarim soat vaqtingni ajratsang, uying doim toza turadi dedilar. Shunga men qaynonamni hech qachon раздражённый, настроениялari yo'q paytda ko'rmayman. Har doim resursda bo'ladilar, har doim kayfiyatlari yaxshi bo'ladi va hayotda har bir daqiqadan zavq qilinadilar. Aynan shu sababdan bizda qanaqadir konfliktlar bo'lmaydi, qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lmaydi va hech qayerga shoshmaydilar. Ularning o'zlarini ichki xotirjamliklari odamlar nima deyishidan muhimroq.